Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkentda Tesla'ni 214 km tezlikda boshqargan haydovchiga chora ko'rildi. Ikki stul orasida o'tirishga harakat qilgan odam yerga qattiq yiqiladi. Medvedev Pashinyanni ogohlantirdi. Rossiya bugun Ukrainani kulini ko'kka sovurdi. Hujumda Oreshnik raketasi qo'llangani aytilmoqda. O'quv yaqinida otishma yuz berdi. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Toshkentda Tesla'ni 214 km tezlikda boshqargan haydovchiga chora ko'rildi. Toshkent ko'chalarida Tesla'ni yuqori tezlikda boshqarib 214 km/soatgacha chiqargan haydovchiga chora ko'rildi. Bu haqda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi boshlig'i o'rinbosari xabar berdi. Holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib keng muhokamalarga sabab bo'lgandi. Bunday harakat yo'ldagi boshqa ishtirokchilar hayoti uchun jiddiy xavf tug'dirishi ta'kidlanib, mutasaddilardan chora ko'rish talab qilingandi. Ushbu avtomashina haydovchisi poytaxt yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan chaqirtirildi. Tesla avtomashinasining egasiman. Katta tezlikda haydaganim ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketibdi. Shu yuzasidan shahar qidiruv bo'limiga chaqirishdi. Hozir mana qonuniy chora ko'rishyapti. Hech kimga tavsiya bermayman bunaqa tez yurishni. Sekin yuringlar, ehtiyot bo'linglar. Qilgan ishimdan pushaymonman degan haydovchining o'zi. Xabarda unga tegishli choralar ko'rilgani bildirilgan. Biroq qanday chora ko'rilganiga aniqlik kiritilmagan. Ikki stul orasida o'tirishga harakat qilgan odam yerga qattiq yiqiladi. Medvedev Pashinyanni ogohlantirdi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Armaniston hukumatining Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashish siyosatini tanqid qildi. U mamlakat bosh vaziri Nikol Pashinyan lavozimini yo'qotishi mumkinligini da'vo qildi. Bu haqda RBK xabar berdi. Medvedev Armaniston ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi ishtirokini saqlab qolish, ham Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarni rivojlantirishga intilayotganini yoqlamadi. U ikki stul orasida o'tirishga uringan odam yerga og'riqli yiqilishi xavfi bor deb ta'kidladi. Yaqin orada Nikol ismli odam aynan shu ishni amalga oshirmoqchi. U o'zining qudratli davlatini Yevropa ittifoqiga qat'iyat bilan sudrab kiritmoqda. Shu bilan birga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida ishtirok etishdan keladigan barcha foydalarni saqlab qolishdan manfaatdor deb yozdi Medvedev. Uning so'zlariga ko'ra, Armaniston hukumati Yevropa ittifoqi bilan munosabatlar chuqurlashganda ham Rossiya gazining amaldagi narxini saqlab qolmoqchi. Rossiya o'zining ketayotgan hamkorga gazning hozirgi narxini 1000 kub metr uchun $177.5 saqlab qolishga majbur emish, dedi u. Medvedev Yevropada gazning birja narxlari 2026-yil may oyida 1000 kub metr uchun $570-590 darajasida bo'lganini ta'kidladi. Axir Yevropa gaz narxlariga o'tilgan taqdirda Armaniston aholisi bu amakini to'g'ridan-to'g'ri uning mehribon do'sti Makronning oldiga, Parijga haydab yuborishi hammaga ayonku, deya da'vo qildi Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari. Armaniston rasman Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishga intilishini e'lon qilgan va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi ishtirokini to'xtatgan. 5-may kuni Yerevanda 40 dan ortiq yevropalik yetakchilarni birlashtirgan Yevropa siyosiy hamjamiyat sammiti bo'lib o'tdi. Bu Armaniston va Yevropa ittifoqining tarixdagi birinchi ikki tomonlama sammiti hisoblanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin aprel oyida Pashinyan bilan uchrashuvda Armaniston Yevropa ittifoqi bilan bir vaqtda bojxona ittifoqida bo'lishi mumkin emasligini eslatdi. Rossiya bugun Ukrainani kulini ko'kka sovurdi. Hujumda Oreshnik raketasi qo'llangani aytilmoqda. Rossiya qo'shinlari bugun 24-may kuni Ukraina hududiga yana ommaviy ravishda hujum uyushtirdi. Zarbalar asosan Kiyev shahri va viloyatiga bo'lgani aytilmoqda. Kiyev meri Vitaliy Klichkoga ko'ra, poytaxt markazida uchuvchisiz uchish apparati 27 qavatli turar joy binosiga urilish oqibatida 2 kishi halok bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, kamida 56 kishi jabrlangan. Ulardan 13 nafari shifoxonaga o'tkazilgan bo'lib, 3 nafarining ahvoli og'ir. Shahar hokimi dronlarning shaharning bir necha tumanlaridagi boshqa turar joy binolariga ham kelib urilgani haqida ma'lumot berdi. Ba'zi hududlarda dron hamda raketa parchalari qulashi oqibatida yong'inlar kelib chiqqan. Rossiyaning Kiyevga uyushtirilgan hujumi paytida Ozarbayjon elchixonasi binosiga zarar yetgan. Times of Ukraine nashri bir qator ijtimoiy tarmoqlardagi videolarga tayanib, Rossiya Federatsiyasi Kiyevdagi obyektga Oreshnik ballistik raketasi bilan zarba berganini taxmin qilmoqda.
Agar ushbu raketa zarbasi tasdiqlansa, bu Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukrainaga keng ko'lamli bosqinchilik harakatlarini boshlagandan beri ballistik raketaning qo'llanishi bilan bog'liq 3-holat bo'ladi. Bungacha Rossiya Ukrainaga Oreshnik bilan 2024-yil noyabr oyida hujum qilgan edi. O'shanda Rossiya prezidenti Vladimir Putin ushbu zarbani raketaning sinovlari deb atagandi. 2026-yilning yanvar oyida Rossiya Ukrainaga yana Oreshnik bilan hujum qildi. Unda mamlakat g'arbidagi Lvov viloyatidagi obyekt nishonga olingandi. Rossiya rasmiylari ballistik raketaning navbatdagi qo'llanishini go'yoki 2025-yil oxirida Ukraina dronlarining Putinning Valdaydagi qarorgohiga hujum qilishga urinishiga javobi sifatida izohlashgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23-may kuni razvedka ma'lumotlariga tayanib, Rossiya tomonidan Oreshnikning navbatdagi qo'llanishiga tayyorgarlik ko'rilayotgani haqida ogohlantirgan edi. U Kiyev hamkorlarini Rossiyaning bunday qadamlariga va urushni cho'zishga post factum emas, balki preventiv tarzda, ya'ni Moskvaga nisbatan bosimni kuchaytirish orqali munosabat bildirishga chaqirgandi. Oq uy yaqinida otishma yuz berdi. Shanba 23-may kuni kechqurun Oq uy yaqinida otishma sodir bo'ldi. Gumonlanuvchi maxfiy xizmat agentlari bilan otishmada jarohat olib kasalxonada vafot etdi. BBCga ko'ra, shanba kuni soat 18:00 atrofida erkak sumkasidan qurol olib Oq uy yaqinidagi 17-ko'cha va Pensilvaniya avenyusi kesishmasidagi ma'muriy bino yonida o't ochgan. Maxfiy xizmat xodimlari zudlik bilan javob berib uni jarohatlagan. Gumonlanuvchi shifoxonaga olib borilgan va o'sha yerda vafot etgan. Otishmada tasodifiy yo'lovchilardan biri yaralangan. Biroq maxfiy xizmat uning ahvoli haqida qo'shimcha tafsilotlarni ochiqlamadi. Xizmat xodimlari orasida jabrlanganlar yo'q. Hozirda hodisa yuzasidan surishtiruv davom etmoqda. Oq uy atrofidagi yo'llar butunlay yopib qo'yilgan. O'q ovozi eshitilishi bilan Oq uydagi jurnalistlar zudlik bilan brifing zaliga olib kirilgan. BBCning AQShdagi hamkori CBS telekanali huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib hujumchining shaxsini ma'lum qildi. U 21 yoshli Nosir Best bo'lib, uning shaxsi maxfiy xizmat va poytaxt politsiyasiga ma'lum bo'lgan. Nosir Best ruhiy kasalliklar bilan davolangan. Ma'lum bo'lishicha, Best 2025-yilning iyul oyida ham Oq uydagi hududga kirishga urinib, maxfiy xizmat tomonidan hibsga olingan va shundan so'ng psixiatriya shifoxonasiga joylashtirilgan. U Washingtonda 18 oydan beri yashab kelayotgan edi va hujumda revolver to'pponchasidan foydalangan. Otishma sodir bo'lgan vaqtda AQSh prezidenti Donald Trump Oq uydagi qarorgohda bo'lgan. Shunga qaramay, maxfiy xizmat ushbu hodisa davlat rahbari xavfsizligiga hamda idora amaliyotiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaganini, barcha xavfsizlik choralari nazorat ostida ekanini ma'lum qildi. Donald Trump o'zining Truth Social ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida maxfiy xizmat va huquq-tartibot idoralariga jinoyatchini zararsizlantirishda ko'rsatgan tezkor va professional harakatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Prezident ushbu hujumchini keskin qoralab, uning o'tmishi zo'ravonliklarga boy ekanini hamda AQShning eng qadrli bosh qarorgohiga nisbatan ruhiy xastalik darajasida mukkasidan ketganini qayd etdi. Shuningdek, u ushbu voqea Oq uy muxbirlari kechki ovqatidagi otishmadan atigi 1 oy o'tib sodir bo'lganini eslatib o'tdi.